Men o'zimni очередной раз Toshkentda bo'lib o'tadigan ko'rigimga zapislarni ochganman. 15-apreldan va 20-aprelgacha konsultatsiya и operatsiyalarga zapisga faqat assistent Barchinoy orqali yozilishingiz mumkin. Nima sababdan zaraniya ochiladi zapis? Chunki operatsiyaga yoziladigan patsientlarni har bittasini o'zim tayyorlayman. O'zim anamniz yig'ib, полностью обследованиyalardan o'tgandan keyin qaysidir показатели o'zgargan bo'lsa, defitsitlar bo'lsa yoki shamollash, воспалительный proseslar bo'lsa, qanday vorlarda men полностью lечение yozib и только контрольный analizlardan keyin operatsiyaga chaqiraman. Поэтому zapisga operatsiyaga yoziladigan bo'lsangiz, operatsiya so'zini обязательно Barchinoyda qoldirasiz. 15-aprelga sanoqli kunlar qoldi, qizlar, xudo xolasa. 15, 16, 17, 18 aprel kunlari полностью band qilingan. 19, 20 aprel kunlariga sanoqli o'rinlar qolingan. Zapisga faqat assistent Barchinoy orqali yozilishingiz mumkin. Inshaalloh Toshkentda ko'rishguncha.